Bugungi onlayn darsligimizda keyin srochni tez pishadigan ovqat qilib yuborishlari kerak, chunki pochcha hozir kelar ekanlar, bir ovqatlanib mashina bozoriga ketar ekanlar. O'shaning uchun mana ramyonni xamirlardan solib qaynatib oldilar, ko'ryapsizlar. Pishgandan keyin xamir ko'tarib olyaptilar bu yoqqa. Hozir endi bu yoqqa qo'yib turadilar, osilib qolgan xamirlar mana uzib tashadilar. O'shanga ham tag'in hozir darrov negativ yozmanglar, xamir osilib qoldi deb. Endi mana karomni to'g'rayaptilar, katta-katta qilib, shatillatib to'g'raydilar. Haliga qaynagan suvga solyaptilar, rolton pishgan suvga. Ramyonmi, roltonmi? Endi mana karomni ham bir sidrada yumshatib olib, ko'tarib olamiz alohida tog'oraga. Ramyon qilyaptilar shekilli. Endi haligi suvimizga sosiskani mana to'g'rab olgan laxotnichi sosiskani endi uni ham mana ko'tarib olyaptilar. Salatmi deyman-da. Bir neobычный ovqat bor. Endi mana yarim kilocha go'shtni chopqida qiymalab oldilar. Haligi karomni suvdan sovib oldilar. Mana yaxshilab aralashtirib pishguncha mana aralashtirib turar ekanmiz. Yog' so'maganlariga g'alati bo'lyapti-da, odam o'rganib qolganmiz-da ko'zimizni. Yarim qozon yog'i. Endi mana qizil piyozni mayda qilib to'g'rab olamiz. Qo'lingizga ehtiyot bo'ling. Keyin Xo'p, mana mayda emas ekan, uni mantiga to'ragandek to'rab oldilar. Mana haligi karom sosiskani ustiga qo'shdilar. Endi haligi go'shtni ham mana yaxshilab pishgandan keyin ko'tarib olyaptilar. Ko'ryapsizlar. Salatmi nima ekan bu? Tushunmadim. Endi mana limonni 3 ga bo'lamiz. Bu yoqqa qo'yib turdilar paka. Xo'p, endi to'ralgan bodring salomka shaklida. Xo'p, zarchiva solamiz, paprika solamiz. Anaqa zarchiva ham qolmagan ekan, qoqib oldilar anaqasi paketini. Endi tabga ko'ra tuz solyaptilar. Tuzni ham jiqqani qiynab soladilar, soya solyaptilar. Salatmikini qizil bolgarskiydan solyaptilar. Endi yaxshilab qo'lda qorishtirib olamiz. Asalladek, keyin shunaqa yaxshi ko'raman-da, erkatoylarda. Erkalanib ketadilar-da. Qo'llarni bir sidra artib olib, haligi xamirni solamiz. Pintuza ekan, o'rtoqlar. Pintuza. Mana endi quritilgan achchiq garimdoridan 2 hovuch solar ekanmiz. Xo'p, limonni siqib tashlaymiz suvlarini. Pochcha maza qilar ekanlar va dietetskiy suv rolta ichanlarmi dedi, mana suv ana finchuzi salatini qilib berdilar. Baraka topsinlar, qo'llari dard ko'rmasin mana. Mana yaxshilab aralashtirib olamiz. O'zingizlar ham shunaqa qo'lda aralashtirasizlar, to'g'rimi? Uyda pintuzani. Mana oling adasi deyaptilar. Osilib qoldi, to'xtang, mana bunday ko'tarib qo'ydilar. Mehr bilan qarashlarini qarang, qalay bo'pti deyaptilar. Bir maqtovlarni kutadilar, bir so'qimga o'xshab bir maqtaminglar ham pochcha.